Qadrli talabalar, demak bugungi darsimizda asosan kecha birinchi boshlagan, demak XAMPP virtual host yaratuvchisini tortib o'rnatishdan boshlayotgandik ishlarni. Mana shu ishlarimizni debochasi bo'ladi bugun. Demak, yuqorida men sizlarga aytdim, kirgandan so'ng tortib olish tugmachasini bosganingizdan so'ng avtomatik ravishda biroz kutganingizdan keyin XAMPP boshlanadi, ya'ni ko'chirish jarayoni boshlanadi. Ko'chirish jarayoni boshlanganidan keyin to'liq ko'chadi, ya'ni biroz kutib turasiz. O'rtada vaqt ketishi mumkin. Bu ko'proq internet tezligiga bog'liq bo'ladi. Agar sizda ko'chirish avtomatik davom etmagan bo'lsa, mana bu joyda demak cherting degan yozuv bor. Chertganingizdan so'ng sizda SourceForge ga o'tadi va mana shu yerdan ham XAMPPni tortib olishingiz mumkin, ko'chirib olishingiz. Bu yerda ko'chirib olishda mana bu joyda Windows uchun bor. Bu oxirgisi 2023-21 noyabrda chiqarilgan ekan, yoki mana bu joyda Windows uchun oxirgi versiyasi 157.6 megabaytni tashkil qilar ekan. Shu tugmachani bossak ham bu yerda hozir mana bu sekundlar tugagandan so'ng ko'chirib olish boshlanadi. Brauzerda bo'lganligimiz sababli avtomatik ravishda u ko'chish ishlari mana bu joyda davom etadi. Bu internet tezligiga bog'liq. Ko'chirib olgandan so'ng buni o'rnatish ishlarini amalga oshiramiz hozir. Ko'chirib olish ishlarini o'zi yuqorida Apache Prince.org saytida, Apache do'stlari saytida ko'chirib olish bo'limidan ham ko'chirib olish mumkin. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bu holatlarda bu yerdan ham ko'chirib olish mumkin. Bular demak Windows uchun moslashtirilgan. Bu yerda brauzer uchun moslashtirilgan, Linux uchun moslashtirilgan. Bu yerda bir-biridan farqi ichidagi PHP ni versiyasiga bog'liq bo'ladi. Agar sizda mana shu orqali ko'chirib olsangiz, yuqoridagi holatlar demak yana bo'lishi mumkin. Buni chertganingizda avtomatik ravishda bu yerga baribir sizni yo'naltiradi. Yana o'sha jarayon davom etishi mumkin. Ikkalasi asosiy ko'chirib olinadigan joyi bitta manzil hisoblanadi. Shu joyda yana bir xabar. Hozir internetimning tezligini tekshiryapman. Tezlik hozir to'liq tekshiruv 15 megabit sekund bo'lgan taqdirda bunda ketadigan vaqt 10 daqiqa atrofida bo'ladi. Ko'chirib olganimizdan so'ng ko'chirib olindi. Uni qaysi katalogga ko'chganligini bilish uchun bunga chertamiz. Katalog ochilyapti. Endi mana shu ko'chirib olingan bajariluvchi faylga hech qanchani o'ng tomonini bosib administrator huquqi bilan ishga tushiramiz. Nima uchun? Chunki siz ishlatayotgan foydalanuvchi Windowsdagi administrator huquqi to'liq bo'lmasligi mumkin. Har ehtimollarni inobatga olgan holatda mana shuni chertamiz. Chertganimizdan so'ng bizda o'rnatish uchun muloqot oynasi ochiladi. Mana muloqot oynasi ochilyapti. Ochilganidan so'ng demak birinchi holatda sizga xush kelibsiz deyapti o'rnatiluvchi oynaga. Keyingi tugmachasi bosiladi. Endi bu quyidagi narsalar bilan birga o'rnaydi. Agar sizga bulardan qaysi biridir kerak bo'lmasa, istalganingizdan demak tichkani olib tashlashingiz mumkin. Demak bizga hammasi hozircha kerak deb tasavvur qilamiz va keyingi tugmachasini bosamiz. Buni xohlasangiz D ga, xohlasangiz C demak lokal diskga o'rnatishingiz mumkin. Menga mana shu C'ni lotin harfida kattada D deb qo'ysam, D'dagiga o'rnaydi. Menga hozirda shu ma'qul. Keyingi tugmachasini bosamiz. Sizda aytilyaptiki, mana shu boshqaruv paneli boshqa tilda bo'lishini xohlasangiz, nemis tilini tanlashingiz mumkin. Biz hozircha ingliz tilini qoldiryapmiz. O'zi siz bizga taklif etilayotgan til faqat ikkitadir. Keyingi tugmachasini bosamiz. Endi hozir keyingi tugmachasini bossangiz, o'rnatish jarayoni boshlanadi deyapti. Mana u birinchi ravishda unpacking bo'lyapti. Ya'ni bitta faylda edi bular. O'zidagi barcha fayllarni siz ko'rsatgan manzilga chiqarmoqda arxivdan. Hozirda unpacking jarayonlari to'liq yakunlanmoqda.
yakunlanish arafasida ko'p narsalar ishga tushadi. Ishga tushganda qo'shimcha onalar paydo bo'lib yo'q bo'lishni boshlaydi. Ya'ni orqa rejimda demak ko'rinmasdan ko'p narsalar ishga tushadi. Hammasi tugaganidan so'ng quyidagi oyna paydo bo'ladi. Agar deydi siz boshqar ya'ni nazorat panelini hozir ishga tushirmoqchi bo'lsangiz, shu yerga galочка qo'ying. Aks holda yo'q. Ha, hozir ishga tushirishni xohlaymiz. Faqat bu darsda ko'rish uchun xolos. Finish tugmachasini bossak, hop, mana o'sha panel ishga tushgan holati. Ishga tushgan emas, ishga tushirish uchun chiqarilgan oyna holati. Esingizda bo'lsa, u mendagi diskda yozib qo'yapti, exampga tushdi deyapti. Keling, buni tekshirib ko'ramiz. Bu yerdan demak diskni topamiz, kelamiz, mana zamp turibdi, kiramiz. Mana uning barcha fayllari. Bu yerdagi eng muhim fayllardan bittasi bu htdocs. Qani mana bu htdocs. Ichkariga kiradigan bo'lsak, mana hamma ma'lumotlari mana shu yerda turibdi. Bularni hammasini o'chirib yuborib, o'zimizga katalog ochib, loyihalarimizni shu yerga joylashimiz mumkin. Bu bizga virtual hostni beradi. Faqat qo'shimcha ravishda boshqa sozlash ishlari ham mavjud. Mana shu yerda ko'rishimiz mumkin. Barcha sozlanishlar mana shu joyda amalga oshiriladi. Configga o'tadigan bo'lsak, bu yerda mana bizdagi Notepad exe demak asosiy bizda matn tahrirchisi sifatida ro'yxatga olinmoqda. Hozir bizda eng muhimi Apache va MySQL deb tasavvur qilsak, biz bunga start tugmachasini beradigan bo'lsak, mana bizda 8043 portda ishlab turibdi. Agar sizni kompyuteringizda undan avval XAMPP yoki shunga o'xshash virtual host demak hosil qilib beruvchi dasturlar o'rnagan va bu portlarni demak band qilgan bo'lsa, bu yerda xabar chiqadi. Uni topib o'chirishimiz kerak. Demak, bu yerda Apache 80 va 443 portda, MySQL bo'ladigan bo'lsa, default holatda 3306 portda ishlab turadi. Mana shunday holatda biz uni ishlayotganini bilishimiz mumkin. Hop, bu yerda uni applicationi bor. Applicationga kelsak, mana bu joyda bizda mavjud narsalarni bir qator ko'rish imkoniyatlari bor. Bu endi to'g'ridan-to'g'ri hali ishga tushirmadik to'liq. Shuning uchun hali bularni endi bitta-bitta keyingi darsdan ko'rib chiqishni boshlaymiz. Yaxshi, bu darsda